alaykum. Ismi Azam kitobida ko'z kasalliklari davosi, ikki qo'lning bosh barmoqlari juflanib, ushbu oyatni karima 7 marta o'qiladi va barmoqlar ustiga dam uriladi. Har bir o'qilganda bir marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat sharif aytilib, keyin ikki barmoqni ikki ko'zga tekkizib mast qilinadi. Inshaalloh Allohning izni va kitobning barakati bilan kasal tuzaladi, ko'rish quvvati ortadi. Bas biz sendan pardangni ochib yubordik. Endi bugun ko'zingiz o'tkirdir. Bo'ldi bu. Endi quloqniki bor ekan. Quloq og'rig'i uchun o'qiladigan duo. Eshitish qobiliyati susaygan kishining qulog'iga qora un qo'lini qo'yib, quyidagi oyatni o'qiydi. La anzalna ha zal o'zicha o'qiydi. Agar biz ushbu Qur'onni bir tog' uzra nozil qilganimizda edi, albatta u tog'ni Allohning qo'rquvidan bo'ysungan va yorilib ketgan holda ko'rgan bo'lar edik. Biz bu misollarni odamlarga zora ular tafakkur qilsalar deb keltirmoqdamiz. U Alloh shunday zotdirki, unday o'zga iloh yo'qdir. U yashirin va oshkora narsalarni biluvchidir. U mehribon va rahimlidir. U Alloh shunday zotdirki, undan o'zga iloh yo'qdir. U podshoh, barcha ayb nuqsonlardan pok, bandalariga omonlik beruvchi, kuzatib turuvchi, qudrat sohibi, bo'ysundiruvchi va kibr egasidir. Alloh ularning mushkullarining shirklaridan pokdir. U Alloh yaratuvchi, yo'qdan bor qiluvchi, barcha narsalarga sur'at va shakl beruvchidir. Uning go'zal ismlari bordir. Osmonlar va yerdagi bor narsa unga tasbih aytadi. U qudrat va hikmat sohibidir. O'qiganlarim